Karimboy aka, suhbatimizni siz bilan davom etsak. Xorazm she'riyatiga qarasak, Ogahiy, Feruz, Omon Marjon kabi ulug' darg'alarni ko'ramiz va albatta siz ham Maxtumquli, Ogahiydan qo'shiqlar bastalagansiz. Aynan ularning ijodiga ham e'tibor qaratgansiz. Va shundan bilamizki, o'sha adabiy muhitda ijodkorlar, ya'ni qo'shiqchilar bilan, hofizlar bilan shoirlarni birlashmasi va ularni o'zaro ijodiy hamkorliklari juda yaxshi rivojlangan paytlarida. Bugungi kunga kelib bu jarayonlar biroz sustlashmadimi? Shu haqda nima deysiz? Men endi kitobiy emas, hayotiy gaplashaman sizlar bilan. Negaki, Matnazar Abdulhakim ham do'st, ham men uchun ham do'st, ham bir aka sifatida shunday bir-birimizga bir mehrli edik. Bizni xonadonlarimizda ko'p bo'lgan. Endi Matnazar Abdulhakimni shuni eslaganda Orzu domlani bir ikki misralari esimga tushadi. Egnida yirtiq libos bo'lgan bilan izzatlidir degan bir misralari. Endi nima demoqchiman? Shunaqa bir oddiy, uni shoir deb ko'rgan odam hech kim shoir deb tan olmasdi. Lekin uni qalbini shunday ochsangiz, butun xazina. Har safar uyimga kelganda ikkita uchta she'ri bilan kelardi, o'qib berardi. Juda falsafiy, uni she'rlarini qo'shiq qilishga bir jur'at ham qilish qiyinda. Yana bir aytib qo'yardi Karimboy, bu ayting degan maqsadda olib kelganman, mabodo deb aytardi-da bu. Meni shu hijolat tortmasin deb. Mabodo to'g'ri kelsa, nima qilsa bir orada bir ko'ring deb shunday bir tashlab ketardi. Keyin qaysi bir yillari bundan 30 yil oldin Mirzo Abduqodir Bedilni bir shu to'g'rida bir nimalari bo'lib qoldi. Shu Abduqodir Bedilni bir 3-4 ta g'azalini olib keldi. Tarjiman-ku o'zi. Shunda bir g'azalini shuni o'qidim, ko'rib, u g'azalda mening ko'nglim uchun bil g'am yaralgan, ikki ko'zim tufayli nam yaralgan, qanot qaqqan edim bir subhidamda, kechikmasdin qafas shuldam yaralgan degan shunday bir she'rlar ekan. Keyin yana bitta g'azali, men kamolat ixtiyor qilmoqchiman, chun adamni oshkor qilmoqchiman deb ikkita she'rni shu Karimboy bu safar meni majburladi Abdulhakim Matnazar aka, buni aytmasangiz bo'lmaydi. Shu borib televideniyada shu inson to'g'risida eshittirishimiz bor, buni aytmasangiz. Shu ikki qo'shiqni ham, ikki g'azalni ham qo'shiq qilib aytganman shu Matnazar aka, shunda juda bir xursand bo'lgan. Keyin bizlar juda qalin ko'p o'tirishlarda o'tirib birga uylarimizda, men ularning uylarida, men hijolat chekib yurardim hamisha. Shu Matnazar akani ko'rsam, shu qancha she'r qo'lyozmalari ham bor menda, shu saqlab qo'yibman. Qancha she'r olib keldi menga, hech bo'lmasa shu bironta she'rini men qo'shiq qila olmadim shu insonni. Menda shu ichimda bir hamisha g'ulg'ula bor edi-da. Bir kuni shu do'st haqidagi she'r qayta o'qib, shu bu yoqqa tortaman she'rni, bu yoqqa tortaman. Hech bir iloji yo'q-da. Kuy topolmayman. Lekin so'z, g'azal dahshat do'st haqida. Do'st do'stning e'tiqod iymonidir. Baxt saodat bog'ining bog'bonidir. Do'st do'stning chorasiz qolgan mahal kashf etib qo'ygan ulug' imkonidir. Gar qanot yoysa baland parvoz uchun, do'st do'stning boshida osmonidir. Hamla qilsa do'stga kulfat qashqiri, do'st do'stning asragan arslonidir. Endi buni payti kelsa men qo'shiq qilib ham aytishim mumkin buni, vaqt bo'lsa. Lekin bu juda bir ajoyib meni ko'nglimga shunaqa o'rnashgan g'azal bo'ldi. Keyin o'ylab o'tirib o'zimizni
Xorazm eski suvara yo'llaridan bir ko'ray deb bir safti suvara kuyiga shunday qo'ysam endi shunaqa endi shuna mahkam yopishdi-da bir she'r bilan qo'shiq endi bir albom chiqarib shu qo'shiqlarimni ichiga qo'ydim shuni. Keyin bir kuni bir Bahodir aka, Bobojonov degan bir aka do'stimiz, ular gapda birga edilar. Biz falon joyga bir Amu daryo bo'yiga o'tirishga ketyapmiz. Matnazar akangiz ham bor ichida. Bo'lmasa bir iltimosim bor dedim. Shu men bir kaseta beraman. Shu mashinada borayotganda shu kasetani qo'yib, shu qo'shiqni Matnazar Abdulhakim akamizga bir eshittirsangiz shuni ma'qul bo'larmikan, bo'lmaymikan deb, juda zo'r bo'ladi. Shu sekin mashinada borayotganda hammasini e'tiborni, diqqatini qaratib bitta qo'shiq qo'yib beraman hozir sizlarga deb shu safti suvara boshlangandan endi safti suvara hammaga yoqadi, hamma klassika qo'shiq. Shunday ketayotganda shu do'stning e'tiqod iymonidir deb boshlagandan Matnazar aka endi shunday yana engashib eshitib bir qarasam dedi ko'zlariga yosh olib, mana endi she'r joyiga tushibdi. U Karimboy ham chiroyli qilib aytibdi deb ko'zlarini, yoshlarini artib, shunday bir ko'ngli to'lib, men shu gaplarni eshitganimdan keyin men o'zimni haqiqatdan bir shu inson bilan yaqin, shu inson bilan zamondosh bo'lganimdan behad men baxtli insonman deb o'zim tan olganman. Qaraversa endi buyuklar o'lgani bilan keyin ham yashaydi. Keyin qanday yashaydi? Mana kelajak, mana bu yoshlar qalbida va o'tirgan mana o'g'il qizlarimizni qalbida yashab qancha asrlar, qancha yillar davom qiladi. Bu shuning uchun ham bu Matnazar Abdulhakim nomi hech qachon o'chmaydi. Hech qachon bu inson hayotda jismoniy bo'lmagan bilan ruhan mana she'rlari bilan mana shu yoshlarimiz qalbida, bu adabiyotda, o'zimizni yurtimizni nimasida hamisha abadil abad yashab qoladi degan umiddaman. Rahmat. Rahmat. Dostning asragan arslonidir. Dostning asragan arslonidir.
bir dost dostning yığlasa, dost dostning külse ger handanudur ey. Yok iloji bir kuni tashlab ketar, dostlarin Abdulhakim imanudur. Yok iloji bir kuni tashlab ketar, dostlarin Abdulhakim